Bizga Shandun Carmixlari yetib keldi. Ushbu texnikalarni biznes yoki qurilishda muvaffaqiyatli ishlatsangiz bo'ladi. Kelinglar, boshqa yetkazib beruvchilarga nisbatan bizni Carmixlarimizda bo'lgan afzalliklarni sanab o'tamiz. Bitta joystik orqali bakni boshqarish mumkin. Lekin aslida o'zi to'rtta bo'lishi kerak, lekin biz qulayliklar yaratib berdik. Tarnovni boshqaruvi bitta tugmaga o'tkazilgan. Bu yerda bitta vibratsiya funksiyasi va yana bir tugmasi tarnovni tushib chiqarishga mo'ljallangan. Ko'p joylarda bu ruchnoy qilinadi, lekin bu yerda hammasi bitta joystik orqali. Barcha boshqaruv tizimlari bitta displeyga o'tkazilgan. To'liq kontrol. Eng muhimi boshqaruvni nazorat qilsangiz bo'ladi. Orqaga va oldinga kameralar qo'yilgan va ichkarida displey mavjud. Biz maxsus zakaz qilganmiz. Ko'p joylarda suv uchun mo'ljallangan bak 750 litr, lekin bizda 900 litrli bak qo'yilgan. Eng muhimi va biznesda hisob-kitobda kerak bo'ladigan narsa bu elektron tarozi. Ushbu Carmixlarimizga elektron tarozi o'rnatilgan. Bizda har xil kub metrli Carmixlar mavjud. Ushbu Carmixlar haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini yozib qoldiring.